Tarakanning asab tizimi. Tarakan asab tizimi miya, qorin tomondagi asab zanjiri, ventral nerv cord, gangliyalar va asab tolalaridan iborat. Miya, ya'ni suprazofageal gangliya o'zaro qo'shilib ketgan 3 ta gangliyadan tashkil topgan. Qorin tomondagi asab zanjirida 9 ta gangliya mavjud bo'lib, ular bir-biri bilan juft bog'lovchilar orqali ulanadi. Miya aylana shakldagi ezofageal komissuralar orqali bosh qismida joylashgan ventral nerv kordining birinchi gangliyasi subazofageal gangliya bilan bog'langan. Ko'krak qismida joylashgan 3 ta gangliya yirik va yaqqol ko'rinadi. Ular ko'krak gangliyalari deb ataladi. Qolgan 6 ta gangliya qorin qismida joylashgan bo'lib, ular qorin gangliyalari deb ataladi. Oxirgi gangliyalar boshqalarga qaraganda ancha yirik bo'ladi.